Meraga aytishingiz mumkin. Ha, pulingni ber. Mayli sizga savol bersam. Bemalol. Hozir kimni sog'inasiz, lekin yozolmaysiz. Faqat rostini ayting. Mendan qarz olgan odamdan. Katta qarzi bor, eslab turaman. Ko'p eslayman. Eslash ham sog'inishi bir tur menimcha. Ha. Ko'p eslayman, lekin yoza olmayman. Tipa, pulni so'rayapti deb yomon anaqqamaslik. Sizni eng ko'p og'ritadigan gap qaysi? Eng ko'p ortadigan gap tuhmat bo'ladi-ku. Misol uchun qilmagan narsani qildi deb aytishda, shu narsa yomon yo'qmi? Endi ko'pchilik bu narsa yoqmasa kerak. Borini aytadigan bo'lsa to'g'ri qabul qilaman. Oxirgi savolimiz, siz baxtlimisiz yoki shunchaki ko'rsatyapsiz? Yo'q, Xudoga shukr baxtliman. Chunki Xudo har tarafdan yetarlicha siyladi. Avvalambor ota-onam, yaqinlarim, haqiqiy do'stlik, yomon kunda yo'q. Mana shu inson ham do'stimiz. Siz hozirgi kunda taniqli blogersiz. Hozir yangi kontent boshlagan blogerlarga nima tavsiya berasiz? Muhimi ruhan cho'kmaslik. Bitta bo'ladimi 10 tam, 100 tam olib ketaverish kerak. Bilaman, bizda ham misol uchun menda 10-videoyim ham 1000 tam, 2000 ta prosmotr bo'lgan. Shunaqa sifatda, shunaqa ideyada o'tirib, shuncha qilib mehnat qilib, katta komanda ishlaganda boshida ham. Sifat bilan ishlagan paytimizda 10-videoyimda ham 2000 ta prosmotr bo'lgan. Podpисчикim 700 ta bo'lgan. To'xtash bo'lmagan shu paytda. Keyingi bloger kim bo'lishini istaysiz? Keyingi bloger zo'r bitta tanishim bor-da, do'stimiz bor, Vodiylik. Husniddin. Husniddin aka. Husniddin aka, sizni kutib qolamiz. Unda